Upwork'da profilni reklama qilish. Masalan, ularni page kirsak agar, bizda available page bor, boost your profile bor, ha? Yoki hozir даже biza mana bu identification, verification, visibility degan narsa bor. Menda bu narsa yo'q, lekin endi birinchi marta yangi kirayotganlarga bor. Avvallari bu narsa yo'q edi, boshqa videoda aytayotganimdek. Har doim verification qila olmasdingiz, faqat bitta klientni olganingizdan keyin verification qilishingiz shart edi. Hozir hamma vaqt verification qilasiz, lekin verification mijozlarga ko'rinishi uchun, mana bu verified deb ko'rinishi uchun biza to'lashimiz kerak. Xuddi Instagramga o'xshagan. 35 ta yaxshi, unaqa qimmat emas Instagramnikiday va bu menimcha bir martalik to'lov. Bir marta to'ladingiz, bo'ldi. O'sha bilan turaveradi. Verification page'ni yoqish kerak. Srazu bu eng muhim narsalardan biri. Chunki mijozga allaqachon siz verified deb ko'rsatasiz. Verified deb ko'rsatasizki, mijoz sizga biroz bo'lsa ham ishonadi, biroz bo'lsa ham istaydi. Shu mijozlarni sizga ishonchini oshirish maqsadida verificationni har doim yoqib qo'yamiz. Bu o'sha trafikni oshirishiga ham yordam beradi. Ko'proq visibility bo'lish uchun. Ikkinchi narsa bu available page. Available page bu nima degani? Available page'ni yoqsak agar biza profilimiz aktiv degani, birinchisidan mijozlar ko'rsatadi, ikkinchisidan Upwork profilimizni aktiv saqlaydi. Men даже hozir ishlamayotgan bo'lsam ham, profilimni visible qilib qo'yganman. Mana shu available ni yoqib qo'yganman. Available now. Yoki menda boshqa proyekt bo'lsa-da, men available now ni yoqib qo'yganman. Chunki ish qidirmayapsiz, profilingiz visibilitydan topda turgan bo'lsa agar, asta-sekin pastga tushib ketaveradi. Keyin qaytib uni topga chiqarish oson emas. Shuning uchun men buni har doim yoqib qo'yaman. Mayli haftasiga 4 kanak olsa ham olsin, lekin profilim pastga tushib ketmasin. Bu xuddi Instagramda rekka chiqadi deydi-ku, mana shu narsaga o'xshaydi. Rekka chiqishimiz uchun available now bizaga muhim. O'zi rekka chiqishimiz uchun boshqa videolarda gaplashamiz bu haqida. Mana bu best match yoki вообще ishga shunchaki apply qilish yoki Upworkga har kun bir marta kirish, ishlarni tomosha qilish, ishlarni save qilish, hammasi yordam beradi. Topga chiqib ketaveramiz, visible bo'lib ketaveramiz. Biz Upworkda aktivmi, значит Upwork algoritmi bizaga yaxshi ishlarni beradi yoki boshqa klientlarga bizani ko'rsatadi va klientlar ko'rsa agar sizni ishga olishni protsenti ko'taradi. Shu uchun available page'ni har doim yoqib qo'yavering. Siz Upworkda aktiv ishlayapsizmi? Значит yoqib qo'yishingiz kerak. Va identification ham shart va zarur. Uchinchi narsa bu bizada boost your profile. Boost your profile hamma va ham yoqish shart emas. Endi bu budjetingizdan kelib chiqib, masalan, profilingiz manikida qanaqadir har doim boshqalar kiradigan profil bo'lsa agar, lучше yoqmang, chunki shunchaki havoga ketadi. Sizni mana shu yoqqan reklamangiz. Bu xuddi reklama, mijozga уже bu majburan ko'rsatiladi. Siz to'layapsiz, kim ko'p to'layotgan bo'lsa, o'sha mijozga majburan ko'rsatiladi. Search qilayotganida, job post create qilayotganida, hamma vaqt. Shunchaki ham ko'rinasiz, lekin boost qilgan bo'lsangiz, bu уже profilingizdagi informatsiyadan qit'i ham to'g'ri kelsa, mijozlarga ko'rinishingiz mumkin. Va profilingizga bir marta bosib kirdimi, keyin pul to'lanadi. Keyin sizdan pul oladi. Shu uchun buni yoqqan vaqt nima qilasiz? Account, masalan, aytaylik, shunaqa qanaqadir sohadasiz va ikkita. Your bid is lower than average, masalan 20 qo'yish mumkin, tepasida o'zi aytadi. Agar dasturchilar uchun bu 50 turadi. Masalan, minimumni qo'yish mumkin yoki mana biz 21 qilib qo'yish mumkin. Hech bo'lmasa, bu hozir menda kamligi uchun shunaqa qizil ko'rsatyapti, pul kamligi uchun. 21 qo'ying, 25 qo'ying yoki mana bu nechini rekomendovat qilsa agar, o'shandan qit'i yuqori qo'ying. Endi katta ehtimol bilan boshqalar ham yoqib qo'ygan bo'lishi mumkin. Buni nima qilish mumkin? Bitta strategiya qilish mumkin. $20 oldingiz, $20 connect sotib oldingiz, o'sha $20 ga connectni yo'qotib ko'rasiz. Qani $20 da connect mana shu yoqqa yo'qotdingiz? Qani mijoz keldimi, kelmadimi, nechta mijoz keldi, hammasini rekord qilib ketasiz. Agar sizga bu ishlasa agar, okey, ishlatasiz. Ishlamasa agar, bu hech qanaqa foyda keltirmasa agar, ishlatmaysiz. Tamom. Hech qanaqa muammosi yo'q. Lekin
mana bunaqa degib o'tirgan bo'lsa ikkita qo'yish yoki kamroq qo'yishni foydasi yo'q, chunki hamma mana shundan ko'proq bit qilishga harakat qiladi har doim. Da reklamalar haqida shu.